Zəbur. İkinci munacat. Nechun quturar xalqlar? Nechun ishqi oshmaydigan suiqasd o'ylar odamlar? Sap tuzishib, jahondagi podsholar, o'ri qo'lishib, birlikda hukmdorlar, Parvardigor va u tanlagan podshohga qarshi turar. Deydi ular. Üzüb tashlab ular sağan kishanlarni, ko'rib yetayli bo'ynimizdagi sirtmoqlarni. Mana kulmakda, o'ltarg'uchi arish taxtida, Parvardigor qilmoqda ularni masxara. Ayıplar ularni g'azab bilan, vahimiga solar qahri bilan. Deydi u, o'z muqaddas tig'imda taxtga o'tag'izdim podshoyimni Siyonda. E'lon qilay Parvardigorning farmonini. Dedi u manga, sen mening o'g'limsan. Jakarladım bugün senin atan ikenlikimni. Sora mendin, berimen ilkingi barcha xalqni. Ta'lluq qilaman sana bütün zeminni. Tömür kaltak bilan vayron qilsan qarshilashqanlarni, sopol qochini chaqqandek pora qilsan ularni. Aqlinglarni tepinglar amdi, ey podshohlar. Agah bo'linglar jahondagi hukmronlar. Parvardigorga ayminib itoat qilinglar. Şadlaninglar, hem Xudodan qo'rqinglar. Ochiqlanmasin bosh eginglar o'g'liga. Tutsa uning g'azibi birdilla, halok bo'lisizlar mangan yo'linglarda. Ne kadar baxtlikdir panoh topqanlar uningda.